Hozir sizlarga ko'p uchraydigan muammo bo'yicha gapirmoqchiman. Demak, bemorlar murojaat qilganda, doktor menda sinus taxikardiya bor yoki doktor menda sinus bradikardiya bor, nima qilishim kerak deb savol berishadi. Demak, bu turdagi muammo yo o'sha sinus taxikardiya bo'ladimi, sinus bradikardiya bo'ladimi, bu normal holat ham bo'lishi mumkin, bu kasallik ham bo'lishi mumkin. Demak, agar bemorni sinus taxikardiya payti yoki sinus bradikardiya payti hech narsa bezovta qilmasa, bu normal holat. Ya'ni bosh miya yurakni boshqaradi. O'sha sinus tuguni degan bizda joy bor, o'sha bosh miya orqali boshqariladi. Bosh miya aktiv bo'lganda, demak, o'sha tugundan ko'proq impuls chiqaradi. Bosh miya, demak, uxlab yotgan yoki passiv bo'lgan davrda buni ishi kamayishi kerak. Bu normal holat. Kimdadir o'rtacha yurak urishi 70 ta bo'ladi, kimdadir 90 ta bo'ladi, kimdadir 100 ta bo'ladi. Shu uchun demak, birinchi navbatda biz bemorning shikoyatini bilishimiz kerak. Agar bemorni hech narsa bezovta qilmasa, demak bu kasallik emas, bu fiziologik holat. Ba'zi bir bemorlarda demak yuragi 50 taga tushadi. Lekin shu paytning o'zida demak bemorda sinus bradikardiya bu qo'rqinchli narsa emas deb aytishadi. Lekin yuragi 50 taga tushganda bemorning holsizlik, bosh aylanishi bezovta qiladi. Demak, agarda bu o'sha bradikardiya bilan bog'liq bo'lsa, bu sinus bradikardiya bu kasallik hisoblanadi. Demak, buni davolash kerak. Ba'zi bir bemorlarda demak bosh miyasi haddan tashqari demak gormonlarning giperaktivligi hisobidan yoki nerv tizimining haddan tashqari giperaktivligi hisobidan aslida bemorga 120 ta sinus tuguni yurakni urdirib turish kerak bo'ladi, lekin o'sha bemorlarda 140, 150 taga chiqib ketadi. Bu o'z navbatidan bemorlarga shikoyat tug'diradi. Bunaqa holda ham demak diagnoz sinus taxikardiya qo'yiladi, lekin bu sinus taxikardiya bemorga shikoyat tug'dirganligi uchun bu demak kasallik sifatida baholanadi va bu taxikardiyani davolash kerak bo'ladi. Davolashni yo'llari har xil. Demak, agarda dori orqali davolanadigan bo'lsa, dori orqali davolanadi. Bir xil sinus taxikardiyalar bor, bularda ham demak operatsiya, ya'ni ircha qilish imkoni mavjud bo'ladi. Xuddi shu narsani sinus bradikardiyadan qilsa bo'ladi. Agarda bu fiziologik holat bo'lsa, kasalga tegilmaydi, kasal faqat nazoratda turadi. Har 3-6 oyda holter tekshiruvdan o'tib turadi. Agar ba'zi bir kasallarda sinus bradikardiya shikoyat tug'diradigan bo'lsa, buni demak operatsiya yo'li orqali davolanadi.